kun o'tar aslida burda non bo'lsa, el ichra qadding tek, chimdim shon bo'lsa, barchasi topilgay, bosh omon bo'lsa, omonlik tilaylik bir-birimizga. Kulib ko'rishsangiz ko'zlar yorishgay, 100 yil umr tilang, yuzlar yorishgay. Xush niyat yangrasa so'zlar yorishgay, omonlik tilaylik bir-birimizga. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hafta o'tib sizlar bilan omonlikda ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Haqiqatdan ham yaxshilar didori insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Qalbingda totli lahzalarni olam orzular qilishga undaydi. Mana shunday ertangi kunga bo'lgan ishonch va yashashga bo'lgan zavq hech birimizni tark etmasin deya samimiy tilaklar bilan dasturimizni boshlaymiz. Niyatimiz qalbingiz ummoniga iliqlik baxsh etish. Opera bu musiqa, dramaturgiya va teatr san'atining uyg'un birlashgan, o'ta nozik hamda murakkab yo'nalishi. Unda har bir voqea qahramonlarining his-tuyg'ulari, hayotdagi murakkab kechinmalar, mehr, iztirob va orzular barchasi kuylash orqali ifoda etiladi. Odatiy teatrlarda qahramonlar gaplashsa, opera sahnasida ular ariya, duet va xor shaklida qo'shiq aytib, voqeani oldinga siljitadi. Shu bois opera san'ati yuksak mahorat, qudratli ovoz, notalarni yurak bilan his qilish va orkestr bilan beqiyos hamohanglikni talab qiladi. Opera oddiy qo'shiqlar to'plami emas, u musiqa orqali hikoya aytiladigan dramatik asar. Qahramonning iztirobi ham, muhabbati ham, fojiasi ham, quvonchi ham barchasi maxsus musiqiy ifodada jaranglaydi. Bunday asarni yaratish uchun kompozitor insoniy ruhiyatni chuqur his qilishi, har bir holatga mos orkestr tuzilishi hamda vokal texnikasini tanlashi shart. Shuning uchun ham opera san'ati dunyoda eng murakkab va eng nufuzli yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ana shunday yuksak san'atni o'zining hayoti, mehnati va iste'dodi bilan yurtimizda rivojlantirib kelayotgan yosh, serqirra hamda yuksak maqsadli artistlardan biri bugungi dasturimiz qahramoni Ne'matullo Husniddin o'g'li Zikrullayevdir. U nafaqat Qozog'istonda, balki qo'shni davlatlarda ham opera sohasida o'z ovozi, mahorati, yuksak texnikasi bilan tanilgan san'atkordir. Слова любви и страсти на испанском языке звучат совсем иначе. Bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame,
tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, miramos en tus ojos, vinte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Ne'matullo Zikrullayev 1996-yil 29-iyun kuni Shimkent shahrida dunyoga kelgan. Uning hayoti va san'atga bo'lgan muhabbati maktab yillaridan boshlanadi. Shahrimizdagi 36-maktabda o'qigan paytlaridayoq kuy va musiqaga bo'lgan qiziqishi, ovozidagi imkoniyatlar atrofdagilarni hayratga sola boshlagandi. Shu qiziqish uni keyinchalik Janubiy Qozog'iston musiqa kollejiga yetakladi. 4 yil davomidagi mehnat unga imtiyozli diplom hamda yana katta orzular eshigini ochib berdi. Kollejni tugatgach, Qozoq Milliy san'at universitetiga o'qishga kirdi. Universitetdagi yillar uni professional opera artisti sifatida shakllantirgan eng muhim bosqichlardan biri bo'ldi. 2017-yildan uning katta sahnadagi faoliyati boshlandi. Ne'matullo dastlab Qozog'iston Respublikasi Milliy gvardiyasi qoshidagi qo'shiq va raqs ansambli solisti sifatida mamlakat miqyosida tanila boshladi. Uning sahnadagi jozibasi, bariton ovozining chuqur va kuchli jaranglashini ko'rganlar uning katta kelajagi borligini darhol anglardi. 2019-2023 yillarda lavhamiz qahramoni Shimkent shahri opera va balet teatrida solist sifatida ijod qildi. Uning har bir chiqishi, har bir partiyasi katta mahorat bilan kuylanar, tomoshabinlar undan yana yangi rollar kuta boshlardi. Shu yillar davomida u Shimkent musiqa kollejida solo bo'limida o'qituvchilik qildi. Uning shogirdlari bugungi kunda ham ustozini ma'rifat va san'at yo'lidagi mehri hamda mas'uliyati uchun yaxshi eslashadi. 2023-2024 yillar Ne'matullo Zikrullayev ijodi uchun yana bir yuqori bosqich bo'ldi. U mamlakatning eng nufuzli san'at maskanlaridan biri Astana Opera xalqaro akademiyasi solisti sifatida faoliyat yuritdi. Bu davr uning opera san'atidagi mahoratini yangi pog'onaga olib chiqdi. Uni katta sahnalar, xalqaro festivallar va keng auditoriya bilan tanishtirdi. Lavhamiz qahramoni 2024-yildan buyon Shimkent konsert ijodiy birlashmasi solisti sifatida faoliyat olib bormoqda. Uning konsertlari, to'liq jonli ijrolari, shu jumladan simfonik orkestr hamkorligidagi Muhabbat ohanglari konserti muxlislar xotirasida uzoq saqlanib qoldi. Bugun biz Ne'matullo Zikrullayev bilan uning bolalik orzulari, katta sahnaga olib kelgan yo'li, opera san'atidagi o'rni, g'alabalari, mukofotlari, X Factor'dagi ta'sirotlari va kelajak rejalari haqida suhbatlashamiz. Uning ovozi orqali qancha qalblar mehrga to'ladi, qancha yuraklar musiqadan ruhlanadi. Bularning barchasi uning ijodiga bo'lgan xalq mehrining isbotidir. Ne'matullo, avvalambor assalomu alaykum. Sizni mana adashmasam 2 yil avval suhbatlashganmiz. 2 yil oralig'ida ijodingizda nima yangiliklar, hozirgi kundagi
faoliyatingiz qanaqa, shular haqida suhbatlashish uchun sizni dasturimizga taklif qildik. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham juda ham xursandman. Mana shu 2 yilda men Astonaga borib o'qib keldim. Ishlab keldim Astana opera teatrida. Hozir mana o'zimizni tug'ilgan yerimizga xizmat chasak deb Shimkentga keldik. Hozir mana shu o'zimizni opera balet teatrida ishlayapman. Shu bilan qator Tulip Hall hozirgi Qizg'aldoq saroyida ishlayapman, hozirgi filarmoniyada. Yaqinda konsert dasturini berdim, yakkaxon konsertimni. Konsertga bizni millatdoshlarimizni, tomoshabinlarni kelishi qay darajada bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Ko'p odam keldi. Endi zal juda ham katta. Qizg'aldoq saroyida bergandan keyin zalni o'zi 2000 ta odamga mo'ljallangan. Shunga qaramasdan 1,5 ta odam keldi konsertga. San'atkor uchun, ijodkor uchun konsert berish bu bir imtihon. Ana shu imtihonni a'lo darajada topshirganingiz bilan tabriklayman. Endi shu yerda bir savol tug'iladi-da, Ne'matilla. Opera bu san'at sohasidagi eng yuqori cho'qqilarda turadigan yo'nalish. Nima uchun aynan bu operani tanlagansiz? Shunga to'xtalib o'tsak. Endi kichkintaymizdan bizlar muzikalniy shkolaga o'qishga borganmizlar. Muzikalniy shkoladagi o'qituvchimiz o'zi opera san'atkori bo'lgan. Endi bizlar o'zi yaxshi bilmaymiz endi u paytda opera, estrada degan yo'nalishlarni. Lekin o'qituvchimiz nima desa shuni aytib o'rganib qarasak operaga keldik. O'zimiz shunga qiziqdik. Уже 5 yil o'qiganman muzikalniy shkolada. 5-klassda kollejga klassический vokalga tushaman deb aytganman. То есть men Demak, shu paytda o'zingiz tushunib yetgansiz. Уже tushunib yetganman. То что men o'zim opera qo'shiqchisi bo'lgim kelganini shu paytda tushunganman. Endi bu operani san'atni boshqa yo'nalishlaridan farqi nimada? Opera endi juda ham ko'p konsentratsiya, juda ham ko'p o'qish kerak uning uchun. То есть operani bilimsiz aytish mumkin emas. Opera deganda ham mana aytyapman, разделение должно быть. То есть академический вокал. Bizlar направление u opera deb bizlar постановканы aytamiz. В целом opera это постановка. Lekin bizlar направление академический вокал deb aytiladi. То есть bizlar академический вокал, классический направлениеda qo'shiq ijro etamiz. Shu различие между эстрадой и эстрадада endi bar tushunadi-yu, o'zi sal boshqacharoq направление, yengilroq направление. Klassika есть klassika. Ikkita yo'nalishni biriktirib bir ijro qilish niyat bormi? O'zi meni направлением o'zimni san'atim opera bo'lsa, operniy artist bo'lsam, lekin shu bilan bir qatorda estrada janrini olib kelyapmiz. Biroq bizlarda это называется кроссовер. То есть кроссовер это когда соединяется эстрадная музыка и классический вокал. Получается кроссовер. Shu estradni любой qo'shiqni biroq bizlar sal boshqacharoq ijro etamiz-da. Например, даже men o'zim konsertimda Yulduz Usmonovaning repertuaridagi Sanamginam degan qo'shiqni ijro etdim. Bu это эстрадная песня. Но men uni bizlarga yaqinroq qilib, sal boshqacharoq qilib ijro etganman. Можете послушать, там будет. Ne'matilla so'z isboti bilan go'zal deb bejiz aytilmagan. Keling shu o'rinda shu qo'shiqdan bir parcha kuylab bersangiz. Bo'ldi, kuylaveraman.
Yelasi qaqshatadi ko'klam qani, qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Menga aytgan qo'shiqlari yolg'on ekan. Yo'q, hammasi esdan chiqib qolgan ekan. Sarvi bo'yli Majnun toldan olgan ekan. Qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Yondiradi, kuydiradi sanamginam. Qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Yondiradi, kuydiradi sanamginam. Qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Şirlagan sado bo'lay, qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Yondiradi, kuydiradi sanamginam. 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 Qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Maydonda yondiradi, kuydiradi sanamginam. Qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Yondiradi, kuydiradi sanamginam. Qoshi qora, ko'zi qora qalamginam. Ne'matullo, endi barchamizga ma'lum, bizni millatdoshlarimiz orasida mana shu opera san'atida bilishimcha faqat siz ijod qilasiz. Endi yoshlarni mana shu opera san'atiga qiziqtirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Menimcha yoshlarni kichkintoydan tarbiyalash kerak. Kichkintoydan teatrga olib kelish kerak. Именно mana shu bizning постановка. Hozir juda ham zo'r operalar qo'yilyapti. Hozirning o'zida mana 25, 26, 28, 29 4 kun yangidan Romeo va Julietta operasi qo'yilyapti. Kompozitori Charles Gounod, endi hammaga известная drama, da taniqli drama. Shunga o'xshagan operalar juda ham ko'p. Shunga bizlar o'zimiz, мы сами должны детей с детства обучать. O'zimiz aparsak, o'zimiz qo'shilib borib ko'rsak, bola qiziqadi deb o'ylayman o'zim. Endi mana shu faoliyatingiz davomida o'zingiz uchun eng bir qiyin ijro qaysi bo'lgan? Eng qiyini mana endi bo'ladi. Romeo va Julietta operasida meni rolim Merkutio, u Romeoning do'sti. Opera fransuz tilida bo'lgandan fransuzcha bizlar hali ijro etmaganmiz. Birinchi marta bo'lyapti. Shunga til tarafidan sal qiynaldik. Keyin ijro tarafidan meni o'zimni xarakterimga to'g'ri kelmaydigan partiya bo'ldi. Shunga juda qiynalib, hozir Allohga ming bor shukr, uddalayapmiz. O'zingizni oldinga qo'ygan maqsadlaringiz, shularga ham to'xtalib o'tsangiz. Maqsadlar endi boya aytgandek, любой артист должен давать концерт в первую очередь. Shu konsertlar bergani sababidan o'sadi. Shu konsert berishdan to'xtamash. Oldiga qo'ygan maqsadlar juda ko'p.
yangi qo'shiqlar chiqarish, yangi repertuar yaratish, yangi artistlar bilan ijro etish. Я думаю, будет много интересного в скором времени. Opera orkestri bilan ishlayotganda o'zingizga bir qiyin vaziyatlar bo'lib turadimi? Bo'ladi. Orkestr bilan ishlash baribir O'ng'ay emas. oson emas. Oson emas. Orkestr dirijori yaxshi bo'lsa, orkestr bilan ishlash juda oson. Har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Lekin u qiyinchiliklarga qaramasdan ishlash kerak, to'xtamash kerak. Shu bilan я даже не помню такие моменты. Плохие моменты быстро забываются. Demak, siz o'z sohangizni chin dildan yaxshi ko'rgan inson sifatida qiyinchiliklarga cheklov qo'yib, oldinga qadam qo'yyapsiz. Albatta. Ne'matullo yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda biz kuzatib bordik. Siz qo'shni davlatdagi X Factor loyihasida ishtirok etib keldingiz. Mana shu loyihaga qatnashish niyati qayerdan paydo bo'ldi? Nima turtki bo'ldi? Va ana shu loyihadagi ishtirokingiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Loyihani bir do'stim yuvardi. Borsay deb. Ko'p har doim aytadi, nega bormaysan deb. Shu bilan bir ko'ray deb zaявка yuvardik. U yoqdan приглашение keldi. Shu bilan bordik. Polfinalgacha yetdik. Finalni bari ko'rdi, polfinalni bari ko'rdi. Instagramda Ibrohim akani komandasiga kira olmadik. Finalga o'ta olmadik. Sizningcha sabab nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Shunday bo'lish kerak, значит, так суждено. Endi mana shu loyihadan o'zingizga nima saboq oldingiz? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Bir ijobiy, salbiy ta'sir qildimi? Bir narsa tushunganim, X Factor, в целом televizionniy proyektlar juda ham o'ng'ay dunyo emas. Unga yaxshi podgotovka bilan borish kerak, tayyorgarlik bilan borish kerak. O'zimga olganim katta opit. Juda ham yaxshi ijodkorlar bilan tanishdim. Xudo xolasa shular bilan ijod qilamiz degan niyatda bizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima eshitamiz? Ермек Серкебаевтың әні «Сағындым сені». Qozoqcha. Қазақша. Omad tilayman. Rahmat. Сағындым сені, сағындым ерке, қызғалдақ толы көктемде. Сағындым сені, сазымен көркем, қаңқылдап қаздар өткенде. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған таң болып. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған таң болып. Özledim seni sarala көзде, özledim қыстың кезінде. Сандуғашымды қарақат көзді, қайдасың еркем бұл күнде. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған таң болып. Сағындым сені, аяулым, келсеңші маған
сен шымаған таң болып. Bravo! Da, fikrlarni bildiringlar. Bravo. Rahmat. Sağındım seni. Har doimgidek zo'r Ne'matilla. Rahmat kattakon. Doim zo'r etasiz. Menga rosa yoqadi. Ne'matilla, haqiqatdan ijro zo'r, buni inkor etib bo'lmaydi. Va qozoq qardoshlarimizni nafaqat o'zlarini, balki ularning qo'shiqlarini ham biz sevamiz. Hattoki FTV telekanalida o'sha qozoq tilidagi kliplar, qo'shiqlar har doim ketadi. Biz qadrdon do'stmiz va hozirgi ijro ham juda ham zo'r bo'ldi. Kattakon rahmat. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Albatta, Ne'matullo Zikrullayevni butun O'zbekistonda yanada keng tanitgan muhim voqea uning X Factor loyihasidagi ishtiroki bo'ldi. U kuchli raqobat, kuchli ovozlar ichida o'zining samimiy ijrosi bilan ajralib turdi. Uning har bir chiqishi qo'llab-quvvatlov, muxlislar mehri hamda katta e'tibor bilan kutib olindi. Ne'matullo loyiha davomida o'zining vokal imkoniyatlari, sahnaviy madaniyati va professional mahoratni namoyon etdi. Yarim finalga qadar yetib, katta sahnalariga yo'l ochdi. Bu uning iste'dodi, jasorati va mehnatiga berilgan eng haqqoniy bahodir. Hozirgi kungacha erishgan yutuqlaringizga to'xtalib o'tasizmi? Konkurslar, Qozog'istonda, chet elda, konsertlar, gastrollar, Qozog'istonda, chet elda, Rossiyaga, Ozarbayjonga borganmiz, O'zbekistonda gastrol safarlar bilan bo'lganmiz, Qirg'iziston, qayerlarda bo'ldik? Ozarbayjon, Turkiya, Belorussiya, Tatariston, qayerga bormadik, bari yoqda bo'ldik. Gruziyada bo'ldik. Endi shu o'rinda bizni Oynai jahon orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga qanday tilaklar bildirasiz? Niyatlaringizni bildirib o'tsangiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Opera san'atini eshitinglar. Bizlarning spektakllarga kelinglar. Elimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Ne'matullo Zikrullayevning mukofotlari, erishgan yutuqlari va xalqaro tanlovlardagi g'alabalari uning mehnatsevarligi hamda iste'dodining yorqin isbotidir. U Rossiya, Belarus, Qirg'iziston, Gruziya va ko'plab boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan nufuzli musiqa tanlovlarida oliy o'rinlarni qo'lga kiritgan. Shuningdek, u Milliy gvardiya general-leytenantining faxriy yorlig'i, davlat medallari, assambleya rahbarlarining tashakkurnomalari bilan ham taqdirlangan. Ne'matullo Zikrullayev bu nafaqat ovozi va mahorati bilan, balki yuragidan chiqqan samimiylik hamda mehr bilan ham yurtimiz opera san'atiga xizmat qilayotgan yosh va iste'dodli san'atkordir. Uning mehnati, iroda va ijodiy izlanishlari orqali qo'shni mamlakatlarda ham tan olingan bariton katta sahnadagi har bir chiqishi bilan tomoshabinlarni hayratga soladi. Lavhamiz qahramonining hayoti va ijodi bu haqiqiy professionallik, iste'dod va mehnatning uyg'unligi, yoshlar uchun ilhom manbai, opera san'ati va yurtimiz madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shishning namunasidir. Ne'matullo Zikrullayevning ovozi orqali yuraklar ruhlanadi, qalblarga mehr yurgiziladi va uning ijodi bilan har bir tinglovchi o'z hayotidagi oliy his tuyg'ularni his etadi. Shu bilan birga u nafaqat ijodkor, balki shogirdlarini tarbiyalayotgan ustoz, opera san'atini kelgusi avlodga yetkazishda fidoyi insondir. Bugungi kunda Ne'matullo Zikrullayev yurtimizning faxri, opera san'ati va madaniy merosning yuksak namoyonidir.